Salom hammaga. Bu bruderda bir haftalik jo'jalar ovqatlanishyapti. Ahamiyat bering. Lampa o'chiq. To'yxonaning ichi 20-25 gradus bo'ladi menda. Issiqlik yo'q. Oddiy mana lampochka turibdi. Bularga yetarli shu gradusga qarab ishlaydi. Dars to'yxonada kechasiga oyna ochiq, kechasiga salqin, lekin juda ham jo'jalar yaxshi yuribdi. Suv yeganni ham ko'rmadim, issiq yeganni ham ko'rmadim. Jo'jalar aktiv holatda. Oxirgi videoda ko'rsatganim kurkam bitta tovuq yotibdi. Mana tiga 15 ta tuxum qo'ygandim. Esinglarda bo'lsa, kecha ochib chiqishdi. Bugun joyini almashtiraman. Hozir birgalikda joylashtiramiz. Tovuqni pastga olib qo'ydim. Mana sanaymiz, nechta ochib chiqqanini ko'ramiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ta jo'ja, 2 ta tuxum palag'da bo'lgan, bittasi urug'lanmagan bo'lgan, uni olib tashlaganman. Mana. Sekin. Kecha ochib chiqqan edi. Bugun asal suv yoniga qo'yaman. Ovqatini o'zi o'rgatib, o'zi qariydi. Qo'yib bolalarini chaqirish boshladi. Sekin o'rgatib oladi. Oldingi videoda ko'rsatgandim, astrologlardan bittasi kurk bo'lib jo'ja ochib chiqqan edi. Ularni ajratdim, tuxum qo'yishni boshladi. Kurk ochib chiqqandan keyin bolalaridan qachon ajratiladi? Ona tovuq tuxum qo'yishni boshlagandan keyin bolalaridan ajratish kerak. Bo'lmasam, ajratmasangiz bolalarini cho'qishni boshlaydi. Endi bu ikkinchi astrolog. Lekin tagiga kam qo'yganman, sababi menga kelganda o'zi sal bo'yni qiyshiqroq edi. O'tirishga ham sal qiynaladi menimcha. Tagida 9 ta tuxum bor. Bu hech qanaqa kasallik emas, tug'ma. Shuning uchun kamroq qo'ydim. Bunga ham shans berdim. Bu ham jo'jali bo'lgisi kelyapti. Ko'ramiz, ochib chiqadimi yo'qmi.
Shu tovuq kechasi bilan turmadi. Hech qanaqa qo'qillagani ham yo'q. Kurk belgilari yo'q, lekin turmadi. 2 kundan beri sezyapman, turayotgani yo'q o'rnidan. Искусственный tuxumlarim bor edi. Shularning ustida yotdi. Yangi joyga ko'chirishim kerak baribir ham, chunki ichkarida boshqa tovuqlar xalaqit bermasligi uchun yangi joyga alohida yotqizishga harakat qilaman hozir. Meni kuzatganlar biladi. Bu ish kunduz kuni qilaman, chunki o'sha joyi o'rganib yotgani yaxshi. Ko'ramiz bu tovuqni ham injiqlik qiladimi yo'qmi. Hozir birgalikda ko'chiramiz. Hammasini sizlarga ko'rsatib boraman. Mana shu joyi tayinladim. Rostakam tuxum emas bu. Plasmas. Shuni ustiga yotqizaman hozir. Kuni bilan kutaman. Kechkiga turmaydigan bo'lsa. O'zi bir kun ichkarida yotgani uchun yotishiga ishonaman. Shuning uchun kechgacha kutaman-da, yangi tuxum tagiga qo'yaman. Bu yerda yana kurk bor. Bu ham yaqinda o'chib qoladi. 10 kundan oshdi yotganiga. Qanaqa qilib kurk qilish haqida video qiling deganlarga meni kuzatganlar biladi. Men kurk qilish uchun hech narsa qilmayman. Lekin aytib o'tganman oldingi videolarda ham. Moshdan foydalanib ko'ringlar, undirib bersa bo'ladi. Dro'je berishadi bir xillar. Moshni nimaga undirib berishadi? Chunki moshda shunaqa xususiyat borki, tanani qizdiradi. Bularda gradus oshgandan keyin kurk bo'lishi boshlashadi. Shunga moyillik boshlanadi. Shuning uchun ko'pchilik moshdan foydalanishadi. Ozgina undirib keyin berishadi. Buni tagiga astrologlar tuxumini qo'yganman. Adashmasam 17 ta tuxum bor tagida. Mana buni ham kunduz kuni qo'ydim. Shu joyga o'tkazdim. Hech qanaqa injiqlik qilmadi. Keldi, yotdi. Mana haligacha yotibdi. Injiqlik qiladigan bo'lsa, sizlarga maslahatim. Bunaqa yashichalar bo'ladi. Shunda ustini yopib qo'ying. Bir kunga shu joyga o'rgansin. Shu joyiga o'rgansin, atrofi ko'rib turishi kerak. Hech kim xalaqit bermasligiga, boshqa tovuqlar turg'izib yubormasligiga, hech qanaqa xavf solmayotganini bilgandan keyin tinchlanadi, keyin yotishi davom etaveradi. Bir xillarda shunaqa injiqlik qilib turadigan tovuqlar bor. Lekin asosan menda bu tovuqlarim har doim unaqa injiqlik qiladiganlar juda ham kam chiqadi. Shuning uchun kamdan kam ustini yopaman. Mana hozir bo'tqa hozir narigi tovuqni olib kelaman. Yotqizamiz. Tuxumlarni oldi tagiga. Mana indamay yotibdi. Xo'p. Endi ko'p joyda, ko'p videolarda ko'rib qolganman. Katta korobkaga kurk yotqizib,
Prям oldiga suv bilan donani qo'yib qo'yishyapti. Bu narsa noto'g'ri. Parrandachilar hammaligi bilishadi. Parranda har yarim soatda ichi keladigan jonzotda. Quruq yotgandan keyin buni ichi kelmaydi. Icheli faoliyati to'xtatiladi. Joyiga qilmaydi u narsani. Keyin quruq yotgandan keyin sal uzoqroqqa dona bilan suvni qo'yish kerak. Nimagaki tovuq o'rnidan turishi kerak, yurish kerak. Ichelarini yurg'izish kerak. Chiqadi, hojatga chiqadi aylanib kelishga. Kuniga 10 minut 15 minut baribir aylanib kelish kerak. Manikilar mana hozir issiq bo'lgani uchun baribir chanqashadi. Mana shu quruqimni ham 2 mahal chiqaraman tashqariga. Suvni ichadi, donani yeydi, tashqarida kelib yotadi. O'zim chiqaraman. Sal salqinroq paytlarda bir mahal chiqarardim. Bo'ldi. Bir xilda tug'ili turmaydi o'rnidan. Tuxum qizg'anibmi, o'rnidan 1-2 kunlab qolib ketadi, turmaydi. Turmagan holda o'zinglar olib chiqib turg'izib aylantiringlar. Chunki joyiga axlatini qilmasligi uchun. Bir xilda bo'lib qoladi shunaqa ham tuxumini ustiga o'zini axlatini qilib qo'yadi. Tovuq turmagandan keyin noiloj ustiga qilib qo'yadi. Shuning uchun olib chiqib aylantirib iloji boricha suvni, ovqatini yotgan joyidan sal uzoqroqqa qo'yinglar. O'rnidan turib yurishi uchun. To'g'lan avlodini yengilamoqchiman. Shuning uchun ko'p to'g'lani sotdik. Balkim kelajakda hammasini zotli qilarmiz, unisini vaqt ko'rsatadi. Endi men ko'rsatmoqchi bo'lganim don. Odatdagidek kam berganman. Oldin chelakchada bir to'la qilib bersam, hozir yarim qilib bersam ham mana donlari qolgan. Nimagaki kun issiq. Ishtaha juda ham bo'g'iladi bularda, chunki issiq. Ko'proq suvga ehtiyoj seziladi. Suvga ozgina limon kislotasi yoki limonni siqib yuborsanglar ham ancha tovuqni issiqligini oladi. Bitta quruqmi bilmadim. Menimcha quruqqa o'xshamayapti. Astrolog jo'jalari asal suv,
4 kunligicha asal suv beraman yoki xohlasanglar shakarli suv qilib bersanglar ham bo'ladi. O'zini yaxshi tiklab oladi. Judayam shirin qovurish kerak emas, lekin 4 kunlikda o'zini propoykasini qilib beraman. Suv ichishi boshlashdi. Kanalimiz rivoji uchun sizlardan iltimos qilaman, tarqatishga yordam beringlar. Shunda kanal rivojlanadi. Sizlardan shu iltimosim. Video yoqqan bo'lsa like, savolinglar bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.